Salom do'stlar, bugun sizlar bilan spektrofotometriya haqida bilganlarimizni qisqacha bo'lishmoqchimiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Olimlar moddalarning spektri haqida hamda ularning konsentratsiyasi haqida qay tarzda ma'lumot olishlari mumkin? Bularning barchasi ultrabinafsha hamda ko'rinuvchan soha spektrofotometriyasidadir. Xo'sh, ultrabinafsha va ko'rinuvchan soha spektrofotometriyasi o'zi nima? Bu moddalarning o'sha sohada nur yutilishi bilan bog'liq o'lchashlarni olib borish uchun yaratilgan usuldir. Bunda asosan yorug'lik manbai, monoxromator, kyuveta hamda detektor kabi qismlari mavjud bo'lgan qurilmadan foydalaniladi. Ushbu usuldan asosan kimyo, biologiya, farmatsevtika hamda qolaversa atrof muhit fanlarini o'rganishda foydalaniladi. Bundan keyingi videolarimizda asosan spektrofotometriyani miqdoriy analizda qay tarzda foydalanish haqida ma'lumotlar berib boramiz.